Hurmatli aka-ukalar, Uchqun akamda hozirgi kundagi piqirlash, shamollash, kallasini egib, shumshayib, kaptarlar shunaqa bo'lyapti ekan. Shunga Uchqun akamdan qanaqa dori qilsa bo'ladi, lichina qilsa bo'ladi, shuni bilaylik. Assalomu alaykum. Shartimiyalar hammalarga bayramlar muborak bo'lsin. Iloji boricha tezroq gapirishga harakat qilamiz videoda cho'zmaslik uchun. Hozirgi paytda ayrim insonlarda xirillash, ko'z og'riq, piqirlash, og'iz burun shilimshaligi bo'lyapti. Unga xohlasa Respet 2.1 bilan Trihavet 2.1 da almashtirib bersa bo'ladi. Bu endi 100 dozali. Agar dozalarni kuchaytirib yaxshirog'idan beraman degan bo'lsa, doksisini almashtirib bersa ham bo'ladi. Qanaqa dori bu? Arzon qo'lini tushuntirib beraman. Hop, endi aka, ayrim kapsallarda bo'lsa ko'kahlat kelish, sho'mtirash, bozib ketish, qayt qilish holatlari bo'lyapti. Hop, ularga men hozirgi paytda ko'proq asosan gaplashib, iloji bo'lsa aloqaga chiqisha olsin Telegramga. Bo'shaganda yozamiz yoki telefon qilaversin, qaytarib gaplashamiz. Holatiga qarab, vaziyatga qarab ko'proq Trihavet bilan Regidron berilyapti. Yoki Regidron bilan Kalivetrin berilyapti. Yoki Adinavet bilan Trihavet berilyapti. Endi vaziyatiga qarab, albatta gaplashamiz. Endi shu ikkala kasallik so'ragan narsangizga iloji boricha tezroq gaplashdik. Endi og'ziga soladiganlardan bo'lsa, xirillash, ko'z og'riq, og'iz burun shilimshaligiga Respet 5.1 tushadi. Agar ko'kahlat kelish, qaytirish, olib ketishga ko'proq Bombivit tushadi. Buni arzon variantlari ham bor. Endi bular qimmat variantlar. Parashok varianti ham bor, ha? Parashok. Misol bular aka 150 mi 150 mi variant. Misol. Masalan, monolari 80 milli variantlar. Arzonlari ham bor demoqchiman. Bu narsalar, buni ham arzon va qimmatlari bor. Endi aka, albatta dori-darmon qilayotganda faqatgina dori-darmon qildim deb kaptar o'zini holiga tashab qo'ymash kerak. Ratsionni to'llash kerak, ya'ni kasallik kelayotgan oxirida to'xtatish kerak. Endi uni gapirsa videoyingiz to'g'risi cho'zilib ketadi. Uni o'zimizga aloqaga chiqamiz. Kaptar ko'p bo'lsa, parashok varianti ham bor, suvga qilib arzon tushadi. Bir ikkita bo'lsa, tabletka bergan ma'qul, effekti. 7-8 tagacha bu arzon tushadi. O'sha 10 tadan ko'piga bu arzon. Telefon nomeringiz necha endi? 93lik 212 1095. Maslahatlar kerak bo'lsa, dori kerak bo'lsa pochta qilib berasiz, ha? Xudo xolasa. Aka kam bo'lmang, nima qanaqa savollar bo'lsa, qiziqtirsa aloqaga chiqaverasizlar. Parashokning o'rtasida farq yo'q. Ko'pchilik mo kuchli, kuchli bir xil narsa, bitta firma. Oz kaptaliga ko'proq. To'rttasi, farq shu. Aka sog' bo'ling.